Üzgü tınıqlar. Abdori Asılxan Həsənov. Birinci qism Baytoqayğa yetkilib chiqish. 8. bölüm. Şəhərə qaytıb kelib, bir tərəfdən yeziğə əktidğan nərs keraklarni tayyorlash, yana bir tərəfdən urug' tuqqan do'stya birodarlar bilan xo'shlashish ishlari bilan jiddiy bo'ldim. Ət yeziğə qaytaman degan kuni kichigimizdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan do'stim Mirza meni izlab kelib, tushdan keyin uyiga saboqdoshlarni yig'ib, xo'shlashish chey berdiganligini, kechikib qolmay kelishimni taplab, aldirab chiqib ketdi. Chunki kech qalsaq, charlab yurgan minbing va saqchilarning avorchiligiga uchrab qilishdan ansiraytdiq. Shunga saboqdoshlar dal vaqtida yig'ilishdi. Toplashib o'ltirishla cheklangan zamondami qizlardan 7-8, o'g'illardan 10 nechimiz yig'ilibdiq. Mirzaning uyi qadimiy joy bo'lib, ichkiri va tashqari quru, o'yla aramlarning darvozalari ayrim-ayrim edi. Dadisi sodigar ham chorvador odam bo'lib, ayni yillari Künes və arı töpülərdə dukanları və minglab çarvı malları var idi. Yer ıslahatı və komuna vaxtıda dukan, mal çarvıları musadir qılınğan. Hazır özləri oltırvatqan öyünün taşqi qorosunu mu özgərtib, işkirdən eqib gəlgən Xitaylağa təqsimləb bərgən. Hazır 4-5 öylük Xitay var idi. Dasturxanlarımız addi bolsumu üstəlgə yer asti padaval öyde saqlavatqan öz beğinin meyvelleri, yani üzüm, sarım alma qatarlıqla tizilgan və qız sabaqdaşlarımız qol-qolça tayyor qilgan mezilik polomu keltirildi. Göş, may normalik bo'lib, bir canğa bir ayda aran 1 kilo göş 250 gram may beliti tarqıtılatdi. Bu qatılangçılıqda poloğu köprək göş basalmıdıq, lekin polo bək oxşapdı. Tartınmay yanla, dedi Mirza. Biz polonu huzurlanıb, yegəc qızğın paranga düşüb getdik. Mirza orundan turub, saboqdoshlar yig'ilishinin maqsadini, növbətdiki vəziyyətni və kelgüsimizdəki arzu armanlarımızı sözləşki başladı. O mundaq dedi. Saboqdoshlar, Muşu bir neçə gün içində biz qayta tərbiyə eliş üçün tərəp-tərəpə çeçilib ketimiz. Tuğulğan yerimizdən, ata-ana, qovmi qeyrindaşlarımızdan ayrılış aldıda turubdimiz. Kelgüsü təqdirimiz nima boludu, onu bilməyimiz. Yaşlığımızda könglimizə pükkan güzel g'oyalarimiz bar idi. O'tir maktabni a'lo natija bilan bitirib, texim yuqori o'rlab o'qib, Vatan millat üçün töhfə qoşuş, o'qitquchi bo'lib, texmi ko'p avlodlarni tarbiyalash, doktor bo'lib, xalqimizni kasallik azobidan qutuldirish, injener bo'lib, cho'ng binolarni barpo qilish, ko'riklarni yasash, aeroplan, poyezd haydash, hatto oyga chiqish qatorliqlar. Mana endi bu orzularimizning hammasi suvga chilashdi. Oliy bilim yurtlarida o'qib, ilim tahsil qilib, eli vadisini dunyodagi eng go'zal vadilardan qilib qurib chiqish orzularimiz barbod bo'ladigan bo'ldi. Maktablar taqaldi, o'qish materiallarimiz ajdodlarimizdan miros bo'lib kelayotgan nodir asarlar 4 konuga chiqirilib, ko'ydirildi. Ustozlarimiz, bilimlik ziyolilarimiz qo'lga ilindi yoki rejimga topshirildi. Taza bilim egilaydigan vaqtimizda jangchilarga pit beqishib yordam qilgan Leifingdan o'ginimiz, mavzuning tanlanma asarlari, Lausampian, ya'ni xalq uchun xizmat qilayli, Beethovenni xotirlayli, Yugoning tog'ni yo'tkishi degandek kitoblarni o'qib, oltundek yoshligimiz isrof bo'lib ketyotdi. Qo'rsqini to'yg'izolmayotgan dehqonlardan nimani o'ginarmiz? Ketman chepishni Ketman chepishni o'g'inish ketamdi. Mana men kichigimdan dadamga agishib yurib, mushu 2 beg'imizga ko'ktat, meva-cheva terib yurib, ketman chepishni o'zligimdan o'ginib ketgan deb
Mirza so'zlagan siri qaynab, bizga bakli uvol bo'ldi. Lekin adolatsizlikka noroziligimizni bildirolmayapmiz. Yaqinda ma'limizdagi 4 azimat yigit, ya'ni Sabir Hashim, G'affar Abliz, Vali G'azi, Eminjon Ikrom qatorliqlar noroziligini bildirganligi uchun quruq töhmat chaplanib, el jamoatning ko'z oldida etib tashlandi. Әмділі яшылықының қыран мәзгіліге қадам қойған bu 26-27 yaşlardaki əzəmətlər muşundaq bihudu ölüb getdi. Ularning qanğı milənген cəsədlərini ata-analары harvulağı besib, öyleriga yandırıb kelib qarsa, arqa tərəfdən təkkan oq ularning oldidan teshib o'tib, meydisidagi go'shtlarini parchalab, laxti qilib etganligini ko'rgan ota-onalar shu joydala hushidan ketib yiqilgan. Hozirgacha naq o'lib ketgan farzandlarining dardida kunda ming o'lib, ming tirilib yashamoqda. Hammadan alam bo'g'ini ularning namzini tushirmay yerlikka qo'yib etishi bo'ldi. Mana biz mushundaq vahshiylikka shohid bo'lib turibmi, ovozimizni chiqara olmayapmiz. Davatqan Mirzining ovozi g'azabdan titraydi. Hammamizning ko'zlarimiz namdalgan, boshlarimiz sangilgan, mushtumlarimiz ching tugilgan edi. Ayni chog'da hammamiz o'xshash taqdir, o'xshash xo'rliq, o'xshash norozilik hissiyotida bo'lg'achqa, gezi kelsa, oshu shehid ketgan akiladak isyon ko'tarishga tayyor edik. Mirza Savoqdoshlarning bargan yerlardagi dehqonlar bilan yaxshi chiqishib, yaxshi izlarni qoldira oladiganligiga, ularning o'rganishga tegishlik qimmatli turmush tajribalarini o'rganib, yaramliq odam bo'la oladiganligiga ishonaman. Jahon bundaqmi bo'lib ketmas? O'qishimizni davomlashtiradigan fursatlarning kelishiga cho'qim ishonaman deb so'zini oxirlashtirdi. Arqadan Abdumital söz qildi. Biz qandaq bir zamonda yashab qolgandimiz. Qilchi erkinligimiz yo'q. Kech-kunduz g'am qayg'u, qo'rqush, vahima ichida kun o'tkazimiz. Toza o'qib bilim oladigan chaqda yezilarga qo'g'linib, mavjushi o'zindillarini ko'tirib olib, shuvartolab, yoshligimizni nobud qilib o'tadigan bo'ldik. Bu 4 konini yo'qotish harakati madaniyatimizni yo'qotib bo'ldi. Diniy e'tiqodimizni vayron qildi. Masjidlarimiz Xitoylarning konsaylarini yasaydigan korxonalarga aylantirib etildi. Uningga qarshi harakat qilib, maktablardan qo'g'landik, maktablar taqaldi, ustozlarimiz haqoratlandi, salli ko'zga ko'ringan oilalar obus qilindi. Mal dunyoları bulab ketildi. Kiyim-kechakları majburiy o'zgartilib, do'ppilar, yog'liqlar yertib tashlandi. Bovaylarning soqollarigacha qirqib tashlandi. Qisqasi, millatimiz haqoratlanib, diniy e'tiqodimiz, madaniyatimiz vayron bo'lyapti, yo'qotilyapti. Madaniyat inqilobi degan mushundaq bo'lamdi? Hukumat xalqni mushundaq boshqaramdi? deb hayajonda so'zlayotgan Abdumitalning ovozi bargancha yuqori chiqib ketyapti. Haqiqatan Abdumital degandek kommunist Xitoyning bundaq razil insoniyatga qarshi qilmishi tufaylidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan qo'g'linib, xalqaroda birmi qo'llag'uvchisi yo'q, yetim qolgan, faqat Albaniya bilan diplomatik aloqasini saqlab qola olgan edi. Albaniya Yevropadagi birdan-bir sotsialistik davlat edi. Mana bu g'aljirlashgan Xitoylar barcha madaniyat, san'at va ko'ngil echishlarni supurib etdi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urcha asarlar, asosan Uyg'ur artistlar rol olgan kino, drama va sahna asarlari 4 koni bo'lib ambarlarda pechatlandi. Mana mushundaq sharoitda faqat Albaniyaning
bir neçe tərcümə filmlar kinoxonlarda qoyulatdı. Mutallib sözünü davamlaştırıp, biz qiziqib ko'rayotgan Albaniyaning o'lsakmi tez pükmeymiz degan kinosidan boshqa o'ginadigan narsa qolmadi. Albaniya xalqi nima degan qahramon botur a? Ular vatanini, millatini nemis tajovuzchilardan qutqizish uchun kurash qildi. Qurbonlik berdi. Oxiri nemis tajovuzchilarini vatanidan qo'g'lab chiqardi. Lekin biz ta'limimizning kajlig'idan bundaq sharoitga erishalmadik. Mana oxir talamushiga o'ymishigini qo'g'lig'iniga o'xshash taqdirimizga tan berib, erta Nilqi noyisining Tambali dehqonchilik maydoniga ketyapmiz. Hammanglarni Allohga omonat qildim dedi. Mutallibning so'ziga ulapla do'stimiz Samat hayajonda. Qadrlik savoqdoshlar, biz yoshligimizga endi qadam basmayla cho'ng sinoqqa duch kelyapmiz. Balki bu qitimqi yeziga haydilishimiz hayotimizdagi eng cho'ng yo'qotish bo'lib qolishi mumkin. Biz nimani o'rganamiz? Kimni ulgi qilamiz? Meningcha biz o'lsakmi tez pukmaymiz degan filmdagi qahramonlardan, jumladan bosh qahramon go'zal qiz Mila Gralidan o'rganishimiz kerak. U qiz biz bilan tangtush 17-18 yoshli qiz ekan. U vatanni qutqizish yo'lida nemis tajovuzchilari bilan boturlarcha kurash qilib darg'a esildi. Uning bu jasorati vatan millatga bo'lgan sadoqati tajovuzchilarni titratdi. Tajovuzchilar bu millatni bo'ysundirishga bo'lgan ishonchisini yo'qotdi. Ammo bizchu bu qizchilik jasoratga va yoki fursatga ega bo'lolmaganligimizdan bak afsuslandim. Biz Mila Gralini kinodan chiqarib, real hayotga eklaylik. U kinoda rol elish orqali shu davrdagi Albaniya jamiyati va millatining ahvolini gavdalantiribdi. Demak, u davlatdagi yoshlar oliy bilim yurtlarida ilm tahsil qilib, vatani va millatiga xizmat qilib o'tibdi. Bularni o'zimizning ahvoliga selishtirsam, o'zimni to'limi bechora his qilaman. Shu yezilardan mangu qaytib kelolmaslikdan, maktab darvozasiga qayta qadam bosolmaslikdan bakma ansirayman deb cho'nqur hasrat bilan gapini tugatdi Samat. Davomi bor.